Brody bir nechta eng yaxshi rejissor. Nega uni bek hakover deydi? Nega Josin Edison riyosatchilik qilgan alaydi programni ko'rmagan o'xshaydi. Top-to'g'ri 1 soatlik. Amsi biz uni qo'g'dab nima qilamiz? Uni emas, uni o'rnida bir qop kino lenti solamiz. Mush yo'limi? To'g'ri. Voyjon, gapimni anglang aka. Men Mark Berson bilan uchrashishga kechikib qoldim. Xo'jayinim sendan bir narsa so'ramoqchi ekan. Hamma odam mening iqtidorimni deb izlaydi. Oldin qapda men Parishlar qo'rqib baqan edim. Georgiya tizilib turib menga Rodiya sizdan o'tinib qolay, siz ikkinchi qismga rejissyorlik ham bo'lsangiz dedi. Men bo'ladi oldi bilan zakalat pulini va ayol bosh rolchining telefon nomerini bering dedim. Adda so'zlashaylik dedim. Lent qayerda, birodar? Bu yerda emas. Rostdan o'taman, bu yerda emas. Amis men bilan mang. Bir sen bilan so'zlashmoqchi ekan. Yo'q, bormayman. Ha, bu kalva. Belgilgan joy mush edimi? U o'zcho. Bir nechta bir aldirash odam. U hamma yerda aylanib yuradi. Brody ayad ekan. U hamma yerda aylanib yuradi ekan. Aqlan mashinasi kontrolligini yo'qotdi. Yo'lni boshlaylar. Yo'lni bo'sha! Qutqizinglar! Brody, hay, men bir erones. Hay! Meni tushirib qo'ying-a. Bo'ldi. Ma'qul. Bardosh ber. Men tutib oldim. Qutqardir Allah! Ağamchi tutulayım. Bo'ladi. Ağamchi tutib olay. Nima? Sakra. Niye turlar? Güzel hem Batur Will Ironis xuddi osmondan tushgandek qovul pishlardan tarkib topgan Los Anjelesdagi eng ilg'or qo'g'dash shirkatiga yetakchilik qilib, eng xatarli qo'g'dash vazifalarini kayni-kaynidan nihoyatda yaxshi tamomladi. Bo'ladi. Ma'qul. Sizning odamingiz menga telefon bersin bo'lamda? Ma'qul. Qo'sh. Bogenham meni dunyoning halok bo'lishi degan kinoning ikkinchi qismiga rejissyorlik qildi vatidi. Bu ablah birdami jim turmaydi. Men bu kinoni yaxshi ko'raman. Quyruq yulduz yer shariga yana so'qilamdi ekan. Bu qatam yer shari orbitadan chiqib ketib, Marsga so'qildi ekan. Mening ko'gim kelyapti. Quruq gap. 200 million dollarlik hamchot quruq gap emas. Xaridorlar oilasiga kelishingizni qarshi olamiz. Bu yer o'zigacha alaylikka ega. Bu mening qaynoq hissiyotimni, hayotiy kuchimni mangu saqlashim uchun. Yana yuyindigan vannama bo'lishi mumkin. Do'stim, siz men uchun telefonimni olib qo'ying bo'lamdi. Agar bu ovoz bo'lsa, opamnikagini, uni meni aldirash deb qo'ying. U kechkishi men qarshilik qiladi. Agar bu ovoz bo'lsa, vasitchimnikagini, nayt muhim xatarlab qo'ying. Agar bu xil ovoz bo'lsa, u meni o'g'lim uchun bo'ladi. Uning o'g'lash meni tayyorlab qo'yishin deb qo'ying. Men 2 minutla yetib baraman. Bo'ladi.
Gepimni anglang. Bugun sizga biroz telefon qilmaydi. Tasha. O sizga qoldi. Men sirtib turay. Bu uskuna aslida Jemning edi. Men uni pek yaxshi ko'rgashga yuqori baho desidi oldim. Undaqda buning ustida 1985-yili yasalgan deyilibdi. Jim bo'lsa 1970-yili o'lib ketgan. Teppamayman. Voy, qo'lini uzating. O Ervin. Mashinada billi keldi. O ismi jismiga loyiq o'rin. Yana taqa gacha. To'xta. Uni meni surat kelyapti. Ervin meni turmushimga doir ba'zi ko'rinishlarni surat kelyapti. Parda qisidagi material qiladi ekan. Siz hozir kino ishlayapmaysiz. Shundaq desammi bo'ladi, lekin bu kinoni surat kelishning bir qismi. Keyingi qadamda nimani surat kelishimdan qat'iy nazar bularning hammasi asqatidi. Sizga tahdid solgan har odam to'g'riliq so'zlab bering. O bir shakl tuzash doktorining yordamchisi. Men nom chiqarishga ilgari bir kinoni surat kelishimga mablag' solgan. Men 1 million sarf qilib, bir necha maydon o'yinni surat qildim. Keyin menga boshqa bir kino chiqib qilib, uni kinosi hozirgacha tashlanib qoldi. Mana shular. Siz uning kinosidan azaldan natija chiqmadi demoqchimi? Men lentini ilgirki qiz do'stim Kayliga bergan edim. Aldirma, u menga darhol qaytarib berdi. Ada. Demak, siz bizning o'zingizga atigi hamroh bo'lishimizga muhtoj. Boshqalar kelib ko'ttimga tapmasin demoqchi. To'g'ri. Kayli ko'rinmadi. Ko'k osmon restorandagilar uni Damyan bilan uchrashqili ketdi deydi. Film ishlagichi? Uni mening ambirimda uchirtalaymiz. Bo'lmaydi. Men boyda siz bilan axlat mashinasida o'ltirib keldim. Mening undaq mehnat joyiga endi bog'im yo'q. U yerda qizib ketdi. Nega? U sirtqa chiqmoqchi. Mashina evatdi. Tushundim. Xushiyami? Shundaq, jannatga kelganlarni qarshi olamiz. Hey! Midirli bak qalabay. Nim qilyapsizlar? Kimni ko'rsanglar, urg'onlar kelamda? Siz uni tanimsiz? O Rahanes, Tanzxonimizning qo'g'dash xodimi. Kechiring Rahanes. Ambardagi taqsa? Yo'q, ko'p. To'g'ri. Oylik aran $200. Mehmonxonada bir oqsham yotganda arzon. Yaxshi yeri tansi tugandan keyin tazliq qilmaydi. Qatlim eshikni churitib ketadi. Qolsizga. O'ynang, to'xtamay o'ynang. Haqiqatan cho'panchi bo'lsiz, a? Merdi. Damyan. Qaltis quradi. Nima degan yomon? Rasli yomon aqshimamdi. Shundaq bu yoqqa qo'g'dog'ichi ber. Ularning hammasi shundaq yomon. Bu yoqqa fursat bo'lmay qoldi desa. Xo'shdan emasmi? Biz qayda bilan ko'rishmoqchi? Aziyat. O Palsadi bag'ridagi qarg'a etish maydonida mashq qilyapti. Mashinani o'zingiz haydab bering, Rodi. Atrofda odam ko'pkan. Men ularni kayinda mangay. Ko'zda yo'qitib qo'yma. Xotirjam bo'ling. Vazifani o'rindayman. Men mashina setib olganda bergan narsalarga amroq. To'g'ri, menmi amroq. Kaylining filmimda boshrol og'isi bor edi. Kino studiyasi unmidi. Uni baqirgan deydi. Tipik bo'layotgan. O'zimga ayon. Ba'zida bu yerdan menmi bezar. Hey, xon qizlar, yaxshimisizlar? Men Rodi Berishdan bo'laman, tangliq rejissor. Qaranglar. Bu tarafga qaranglar. Bel, so'zlab qayerga kelgan edim? Qo'llayotdim, bizlar oldim degan yerga. To'g'ri, bizlar oldim. Bel. Bir action.
Şundaq biz qayaglı baslaq taşa bilan jot әкişip barıdı. Ondaqda Taşa bilan Nigini haydigini aşındaq polkoya başladım ha. Bilemsiz, ben 007'nin kinosida aşındaq maşinni ko'rgan. Maşindagi ba'zi qurilmalar cho'qol. Bizning mushkulchilikdan qutulishimizga yordam berdi. To'g'ri emas. Qaq kelmaydi o. Ama sen o'zimni qurolni ishlatayli. Mana shundaq. Oh, yaxshi. Ehtiyot qiling! Taşa bilan jot qayerga ketgandi? Endi mening qaramitimni ko'ring. Sen burilib menga el bo'lishing kerak edi, Rodi. Shundaqmi? Ko'zimda yo'qol. Bo'lmasa seni o'ldirib yetdiman. Mushuning bilan. Mana. Sana biroz tetib qo'ymsam, xo'jayinimning 3 millionini bermaydigan o'xshaysan. 3 million? Ko'zimda yo'qol. Bo'lmasa endi uyaga otmayman. Urisha, men aralashmay. Jesmon. 3 millionni taya qilmaydigan bo'lsang, jiningni olaman. Ko'rik, bu ya artistlarga yer, to'g'rimi? Men hech tushunmadim. Rodi hozir kino ishlamaydigan tursa. Ochiqlanma. Yana bir qatim kelar qadrligim. Tayyorla. Başla. İşi demek ki siz çoxum restoranning mulozimi. Pek yaxshi o'ynadingiz, pek yaxshi o'ynadingiz. O sizni aldayotdi. Uning gapini anglama. O degan yordamchim. Bugun uning kayfiyati yaxshi emas. Va'da beray, sizga cho'qim bir rol o'rlashtiraman. Bo'ldi, xanqas bo'ldi. Siz 20 odamga rol o'rlashtirman deb ba'dingiz. Xanqas. Kasbda uzoq vaqt ishlashni yetib keldim. Az bo'lgandimi 4-5 yil ularning rol elishiga hamon fursat chiqadi. Gapimni anglang. Mening sherin xiyolingizni buzib etkim yo'q. Biroq sizning haqqi qarz bo'lib qolgan ishingiz tek tugmadi. 1 millionmi yoki 3 millionmi? Siz qizlar amroq emasmi? Shu masala o. Jungoda sizdek odamlarni nim deb ataydiganligini bilamsiz. Yuziga shapaloqdab ishitib elib, semiz bu vag'illa deydi. Nim dedingiz? Siz meni aldamchi demoqchimi? Shundaq dedim, qandaq? Erven, qaytada qo'ying. Qarang, ha? Men nam chiqarishda ilgari mening bir film ishlab berishim uchun mablag' saqlab 1 million sarf qilib bir necha maydon o'yinni suratga oldim. Keyin boshqa film ishligili chiqib ketdim. Dedim, "Qo, filmni suratga kelish uchun 1 million xarjladim" deb doktor menga munchilik berdi. Qandaq dedim? Amsi qolgan 2 millionchi. Nima? Odatki xarajatmi ijodiyatning bir qismi artistlarni talab bo'lgandan keyin Kayleni tepib doktorning filmini qaytarib olaylik. Bo'ladi. Siz samimiy muomala qilsangiz bo'ldi. Men bayla Kayli bilan telefonda so'zlashdim. Tinch okean avtomobil shirkatining o mashinasini siz noyta o'zini aydabsiz. Mashinani qaytarib bersin deydi. O Saqt semiz. Biroq uni setib oldim demidim-ku. Tayyorligim bitdi. O'qiy aytishni mashq qilib boraman. $50,000 chek baskı setib etdim.
Filmimni bir munofiq film ishlaguvchiga 50 ming dollarga setib etdingizmi? 1 million xashliga tursam, yana qontarim bilan talantimi batihi. Siz 2 kun vaqtingizni sarf qildingiz. U degan odatga 2 kun emas-da. Nima deb setib etdingiz? Nemishligi o'zingiz ayon. Shundaqmi? Uning sizni asosiy rolga o'rlashtirmaganligidan ranjiysizda, ham xiyol qilma. U sizga deb beribdi-da. Men uning mening yaqin do'stim bilan nasha-nishon qilganlik sababini aytib ketdim. Uni o'ylab mo'ngdishib qo'yganim uchun hech kim menga ishonmayotdi. Rodi, burun sizdan nafratlangandim. Endi nafratlanmayman. Gepimni anglang. O'qiyani bu yerga qo'ying. Erkin bo'ling. Qo'lingizni tez tuting. Keyniga torting. Cho'nqur nafas iling. Ko'zingizni yuming. Ko'nglingizda nishonni o'ylang. Tayyorlaning. Bek yaxshi bo'ldi. Rahmat. Arzimaydi. Qandaq bo'lishidan qat'iy nazar. Xo'sh. Kel. Men sizga ishonaman. Izin doktor. Birinchi liniyadan telefon. Ayni chog'da bizning Rodini izlashimizdagi maqsad uningga mablag' serish, aplashmasa mablag'ni qaytarib olish edi. Ayni chog'da biz qurol kuchiga murojaat qilishni o'ylamagan edik. Biroq u mashhur qo'g'diqchilar shirkatini yolg'on ekan. Men amalsizlikdan qurol ishlatdim. To'xta. Qaytarib olaman dedingizmi? Agar film suratga ilinib bo'lgan bo'lsa, biz qaytarib olsak, undaqda ayni chog'da sag'an mablag'ni qaytarib ola olamdik. Asosiy shartdan shundoq. 3 millionning hammasini qaytarib olsak, texmi yaxshi emasmi? Karvey, bu film menga o'tirib chiqmasin. To'g'ri, shuning bilan bir vaqtda 3 millionni qaytarib keladigan ish bo'lsa, har qanday vaqtdan qo'lini ishdan, hattoki qurol kuchi ishlatishdan boshlatmanglar. Ay Suuz ishgölünü bir eski aysanlar filmden keyin kişilerine hal qilib bo'ladi. Bo'ladi. Yana ba men jasad ko'rinishining filmdan o'tirsa emas, 5 yilda chiqishni umid qilaman. Bo'ladi. Men uni 27 davlat setib berdim. Yaxshi anglang. Yalang'och badan ko'rinishiga cho'qib qiling. Aldingizmi? U chekmas bo'ladi. Yaxshimisiz aliylari? Sayib Jamalvel Ironis. Keling, bu yerda bir yaxshi rol bor. Nima? Titanic nomli paraxotning 3-chisi. Oh, kasofat. Ikkinchisini tex ko'rmagan. Vel, ikkinchisi texa surat kelinmadi. Gap mush yerda. Qiziqamsiz? Albatta, ssenariyni aytlang. Ha, rost. Bu Rodi Bernstein. Biz uning filmini qaytarib olmoqchi. Kechiringlar. Biroq bu klassik asar. Ko'rganmidingiz? Hey, yaxshi. Undaqda yaxshi, biz siz qaylig'i bergan 50 ming Amerika dollarini o'zingizga qaytarib beray. 50 ming dollar. Men uning faqat 20 ming Amerika dollari bilan filmimdagi bir qo'shimcha rolni bergan. Undaq bo'lsa sizga 20 mingni qaytarib bersak bo'g'dak. Sizga inovatli karta bersak olamsiz. Bilmayman. Kartangiz qanchalik pul bor? U film 1 millionga yaraydi. Sizdek ko'mdim degan edingiz-ku. Sizlarga jiddiy lozim bo'lsa 1 millionga yaraydi. Avval ko'rib beqib anda birdim deysiz. Bunodami ko'p pulga yaramdi texi. Shundaq bo'lganda sarf qilingan vaqtni qo'shsak 2 millionga yaraydi. Alchig'ili turdi-ku endi. Gapimga quloq sol tapyos. Men bu filmga ehtiyoj, ayol bilan o'zimga ega bo'lgandan keyin filmni men qaytarib bermamsan. Buning har daz. Senda hamma nima bog'ildi. Lekin men uni to'xtash, uni men qaytarib ber. Qaytarib ber deyapman. Mening xaridorim xavfga duch keldi. Biz u filmga ehtiyojli. Bo'ladi. Undaqda biz normal shakl orqali hal qilaylik. Qo'l qayrishimiz. Film o'tgandan. Gapimni anang. Men oldin sizga shuni ogohlantirib qo'yay. Bu jahonda hozirgacha hech kim meni utamadi. Shunga siz yengilib qolasiz. Vel, g'ayrat qiling. G'ayrat qiling. Obdan tayyorlaninglar. Tayyorlan. Boshlandi. Xili yeniklab qoldim. Siz chiniqsiz bo'g'dak. Men yengib oldim. Filmni menga bering. Mening bagim kelmayotdi.
Ondaqda adil bo'lmaydi. Men Bu degan yandimda. Hollywood. Bu yerda adillik yo'q. Texas shtatining to'xari bilan kirpik maylishi ko'rish ajatsiz. Bu ismni anglabla yaxshi ssenariy ekanligini bildim. Mening bir taklifim bor. Bu filmga Rodi rejissyorlik qilib, o'zining filmini qo'lga keltirsin. Qandaq? Bu shartga qo'shilaman. Beri. Rodining ayliq filmini tepib, kadrning qishga ekan. Tez bo'l. Yaxshi. Qanday bu ablah nimaga asosan filmini men qaytirib bermaydi ekan? U nima qilmoqchi ekan? Jek efendim. Jek efendim. Ben tapdim. Agar biz tezroq harakatlanmasak, bu yerda jindan ayrildik. Beri, kemini sakra. Chapsa bo'l. Yaxshi, film tugashdi. Rodin tutayli. Mening filmim tugashdi. Senin ishing tugimidi. Sizlar berib uloq taqab o'tiringlar. Tez. Kela. Hayır, gel. Onu qo'yvat deyman. Tapayın şu kalkan tez. Tez bulu beni, kız beni. Tez bulu. Jenimden ayrılgalı kaldım dese. Ularni portret etmoqchi bo'lganingiz siz emas, balki kino filmi 40'dakilarga kerak bo'lganingiz siz. Ularni tepishimiz kerak. İsmini bilemsiz. Bilmeymen. Kapus tibbi ilmi cemiyeti davatkan. Hiç yerden tapamadım. Kapus demasligi mumkin. U degan ochiq degan so'z. Siz kapus deyilmaydiganligini jazmlashtira olamsiz. Şu ablahkanda. Kapus Kristiyaning rivoyatlaridagi bir avliya, uning sehrli qassasi qo'sh yilonli qassa deyildi. Shuningdek yilonli qassa tibbiy fanning simvoliga aylangan. Bilamsiz, nurg'un shirkatlar bojdan qochib nomini uzluksiz turda almashtirdi. Ammo pulni tejayman deb tovar markasini xohlagancha yangilashga bo'lmaydi. Topdim. Kaliforniyadagi Brentwood kirim buyumlari shakl tuzash operatsiyasi guruhi. Bu bir kasbiy shirkat. Nomi odat kichkan, yanala kapustasi bo'g'idek. Kay, siz 2 nusxa tibbiy fan o'qish tarixini tayyorlab chiqa olamsiz. Bo'ladi. Nima qilasiz? Men yo'lvosning o'g'isiga ishkirlab kirmoqchi. Men yana bir muvaffaq odam topay. Billa bas. Xarnik doktor, ular siz bilan ko'rishsa bo'ladi. Bu mening shopirim Taydi. Men qayerga borsam billa boraman. Sizning taq shopiringiz bor ekan-da? Shundaq, menga o'xshash muvaffaqiyat qozong'uvchi mashina o'zi haydasa bo'lmaydi-da. Keyinda o'ltirsam bir necha jonni qutqizib qilishga aqli bo'ladi. Kechiring. Doktor sizni o'zi kirsin degan. Uqdim. Kartsasa bo'lamdi. Tezkira, qaytashimda sizni ib ketaman. Ko'proq tortib oling, bo'lamdi. Tez bo'l. Men karnik doktor bo'laman. Sizning tarjimahalingizni ko'rdim. Sizning bu yerga kelib, biz bilan birga ishlashingizni to'liq qarshi olamiz. Uni ko'rib beking. Menimcha, siz menga uning kasalligiga diagnoz qo'ydirmoqchi. Rost shundaq. Bu yoq joy sapanda bo'ladi. U bizga jinsiy a'zosini o'ngshash operatsiyasi qildirish uchun kelibdi. Bo'ladi. Men tekshirib boqay. Qani, keling, ko'rib boqay. To'g'ri. Shundaq. Doktor,
jinsiy a'zosi. Bu mening birinchi kuni doktor bo'lishim emas. Mening o'zimga loyiq tartibim bor. Oh, Tangrim. Kechiring. Voy. Karveydek odamlar qandaqligi ish qilsa boshqa ish chiqolmaydi. Bo'ladi. Jan paltisini ishlasanglar bo'ladi. Shundaq qilinglar. Shundaq bo'lsin. Biz so'zlashib qayerga kelib edik? Kechiring, men sirtqa chiqib kerak. To'satdan jiddiy ish chiqib qoldi. Nihoyat jiddiy. Xo'sh. Ularning deyishicha, ular jan paltisini ivatmoqchi bo'pti. Ular uni joylab etmoqchi ekan. Sizning necha kunligingizmi qolmabdi? Nima? Chechingiz bek chiroyli ekan. Rahmat. Men bilaman, jan paltisi degan bir xil boshqarilgan bomba. Bu gapcha ular boshqarilgan bomba ishlatadigan-da. Yana bir xil ehtimollik bor. Jan paltisi axborot xodimlar ishlatadigan axborotga qarshi shartli shifr. Oltin, o'q, dora, muhim hujjat. Ba'zi chaqda bu narsalarni qaytarib kelish uchun mutaxassislarni dushman orqa sepiga avatmay bo'lmaydi. Bu gapcha u doktorlar kasbiy qatillarni yolg'on o'xshamandi. Kasbiy qatil bir eski mashinada mushunda qilishga arzimdi. Ermincho. To'simidir. Siz Jampaltsi. Shundaqmi? Siz o'zingizni mashunda iqtidorga ega deb qaramsiz. Sizlar jazman shunda qarashinglar kerak. Nima uchun? Agar men iqtidorimni ko'rsatsam, sizlar jininglarni aytilasizlar. Bu ajab cho'ng gap qiladi-ku. Karbe, og'zingizni yumang. Sizning harakatingiz hech qanday natija bermadi. Biz elimiz sizga xilala qo'saqlik qildik. Siz shunda deb qaramsiz? Undaqti yaxshi-ku. Nima qilmoqchi? Biz yengvashdan so'zlashaylik. Siz o'zingizni qaltis chaqlaysiz-ku. Shundaqmi? Darlik shundaq. Apandilar. Meningcha rasxodni taxlab qo'ydinglar. Shundaqmi? Shundaq. Taxlab qo'ydik. Nihoyat yaxshi. Unda bo'lsa, Bernishtin apandi to'g'riliq mening yaxshi bir taklifim bor. U hayot qolaman desa, pulni topshirsin. Mana bu uningga o'lini his qilishi uchun berilgan yetarli vaqt. Nim qilyapsiz? Men tansi o'yini qilib olmoqchi. Sizcha qaysi birida erlarning hidi ko'proq bor? Astoydilroq bo'lsangiz bo'lmasmi? Haq sizni o'ltirmoqchi bo'lyapsa. Buni bilaman, xabarim bor. Biroq o'ynamasam bo'lmaydi. Bo'ldi, bas. Nima ish qildi? Dana. Nima uchun? Zodi nima ishqa? Nima ishqa? Nima ish qilib pul sizdagi odamlarni siron qilib qo'ya oladi? Men mashina haydab ketay. Bu yerda turishga bo'lmagidak. Baxatarlik bo'lib. Ey, jon to'xtang. O'zimning saronlig'imni bilaman. Hamisha yolg'ondan o'zimni erkin tutib yuryapman. Biroq bilamsiz, bu yerda mushunda qilmay bo'lmaydi. O'zingizni qanchalik qaltis chaqlamang. Har 5 minutda yangi birisi o'tirg'i chiqib, o'rningizga o'ltirdi. Shunga hech bo'lmaganda yolg'ondan o'zingizni erkin tutib yurishingiz kerak. Haqiqiy ismimning nimaligini bilamsiz? Rodi Bernishtin emas. Afsus. Roni Owen Gorki. Qara. Hech kimning siznikidek chiroyli ismi bo'lavermaydi. Mening haqiqiy ismim Rozo. Jon emas. Rahmat. Menga tappaginingizga rahmat. Bundaqda menga javob bermadingiz. Qizlarni yaxshi ko'ramsiz?
yaxshi ko'rmaydigan bo'lsangiz ochiqlik aytaveray. Uning sababi nima ish sizga dapagidakmi? Bah, chopir ketdi. Uni endi shkafda turg'izib bo'lmaydi. Ervin, chapsa mayli. Rodiya Ko'chman ailesi. Gapimni aqalli. Sen kim? Senden 3 milyon Amerika dollarini aladigan odam. Ular atirlishing bilan ko'rim yo'q. Bilmaydigan o'xshaysan. Mening nurg'un yordamchim bor. Suratim qanchalik? Suratim? 50 kishi chaqirib. O'lcha soati taxtisidagi qolgan kichik shaharda ko'rdim. To'lab o'xshab, uni men tutib sen suratdan tushirsan va chiroq o'chidi. Sening faqat 3 sekundlik vaqting qoldi. Qilgan eski ishlaringni o'ylab vaqt. 3 sekund vaqt qoldi. Yetamdi. Faqat 3 sekundda. Lekin patlaydi gum. Planimni o'zgarsan, uning yo'li boshqa. 3 million naqdlar. Telefonimni kut. Hayot Mamatov o'ttirsidagi suratga o'xshash. U boshqalarni do'rlamaydi. Qilmayman. Tan, u gap qildi. Cho'qim o'sha bir qator voqealar unga qattiq ta'sir qilib, uning so'zlash iqtidorini asli keltiribdi. Men so'zlay olayman. Biroq tigidek yo'q shu. To'g'ri. Men keldim. Men hayday. Endi chiqma. Yordamga odam chaqiraymi? Bo'ladi. Tez bo'ladi. Bu atrofda mutaxassis bormidi? Yo'lni boshqanglar. Boshqanglar. Hemdinglarmi? Asta. Chatoq bo'ldi. Jonma, Jampaltisi ularga telefon beribdi. Ularga deb qo'ying. Mashinada bomba bor ekan. Ular negini izlab etibdi. Chatoq bo'ldi. Har qachon portlash ehtimoli bor. Biz boshqa tarafdan hal qilaylik. Tekshirishdan qaraganda sobiq axborot idorasining alohida xodimlaridan Kaliforniyada aram 4 yil bor ekan. Kayqaldi xatim Jampaltis telefon bergan o'rnini tepibdi. O'rnimizdan men haydasam bo'lmadi. Ginor Isabina o'rnida haydadimi? Yo'q, chunki ayollar mashina bek ehtiyot bilan haydaydi. Har qanday chog'da qizil chiroqni bexatar qilmaydi. Kechiring, bo'ldi, kechiring. Oldinga hechilman. Jiddiylashma. Aslida gap qilalayotgansiz-ku. To'g'ri. Biroq sizga da gapim yo'q. Bo'ldi, yetib keldim. Qarşılarmız. Takallub qilma. Bo'ldi, qilinglar. Bu degan uchirish emas. Dal shu. Mashina qoldiramsiz. Yo'q, nima deb? Siz mashinaga telefon qilmoqchi edingiz-ku. Qo'ymayli.
Etanga. Mende Qur'on yo'q. Çataq yo'q. Mende Qur'on yo'q demedingizmi? Sizni aldab qo'ydim. Qanaqroq? Ancha yaxshi emas. Bu xil elektronli qurilma men tasavvur qilganligidan ilg'or ekan. Sal ko'nroq bo'lgan bo'lsa, menda mutlaq masala yo'q edi. Shundaqmi? Biroq hozir mashina qo'yib qoldi-da. Ne bo'ldi? Aplashtiramiz ekansiz? Mashinaning ustida bir video chatildi. Muhimi, biz ikki tarafini bir vaqtda kesib tashlasak bo'ladi. Siz berib birdimi qiling? Biroq bir qatimli fursat bor. Tushundim. Saymanni menga beraman. İşimiz muvaffaqiyatli bo'lmay qolsa-chi? Kechiring. Ko'rmagan bo'lay. Ehtiyot qiling. Bedirli bak. Qanikilar. Chatoq yo'q. Askiriyona endi qiladi. Pichig'im bilan meni tilib etmoqchimidan texi? Bo'ldi. Boshlaylik. Nega? O nima? Oldimizda yo'l qolmabdi. Ha? Rasul yo'q ekan. Bo'lmaydi. Suratni aslatma. Hargiz aslatma bo'lamdi. Mening o'lgim yo'q. Meni hargiz o'lgim yo'q. Suratni aslatma. Qanday qilaman? Nerdirma? Yo'lni boshqaga. So'qildigan bo'ldi. So'qildigan bo'ldi. So'qildi. So'qildi. Beshinchisini ko'rdingizmi? Ha. Ko'rdim. Bu yerda ikkita yashil sim bor ekan. Qaysisidir? Birisi suratni o'lchashga ulangan. Yana birisi vaqt hisoblash qurilmasiga. Farq etmadim. Siz topa oldingizmi? Topdingizmi deyman? Sinab boqay. Bo'ldi. Ammo ochar oqibat nima? Yo'q. 1 2 3 Bel mashina to'xta. yili 10 oyda 2 nafar o'sin izlash doktori kino film ishlaguvchi bo'lishni xayol qilgan edi. Bir yildan keyin ular turmaga kirib qoldi. Oldi bilan bu ko'rinishlarni ko'rgaysizlar. Bernishtin efendi to'g'riliq mening yaxshi bir taklifim bor. U hayot qolaman deydi ekan, buni topshirsin. Mana bu uning o'limini his qilishi uchun berilgan yetarli vaqt. Ben ishga usulib qilib to'g'ridim. Herib ketdim. Mening hojatxonaga borg'im kelyapti. Kechiring.
oldi. Ehtiyot qiling, Sporbak Ervin keldi. Aslida dalil isbotning mundaq meshiltish usuli bor ekan emasmi? Ervinning kino filmi ikki doktorni turmaga soltib qo'ymasdan, yana uningga haqiqiy rejissor bo'lish fursatini yaratdi. Rodimo rejissor bo'lgan ekan-ku. To'g'ri. U Texas shtatining televiziya teatri Kirpik miyiga rejissorlik qilgan ekan. Uningdagi bir rol Dashaga bek muvofiq keladi ekan. Men qarab boqaychi. Shakli o'zgargan odam 3-numur. To'karsini akilang. Men chitlaqni qirqib etay. Putining tikini qirib etay. Qiziqchilik qilmang, siz o'simni qanday bilib olganligingizni texman deb bermadingizmi? U bir maxfiyatlik. Deb bering, Jon. Men maxfiyatligingizni saqlayman. Shundaqmi? Men faraz qildim. Nega?